Onam bolam yoqish uchun keldingizmi? Nimaga yoqasiz? Men seni yemay yedirdim. İçmay ichirdim. Otang erta olamdan o'tib ketdi. Begona otani qo'lda qolmagin deb turmushga chiqmadim. Senga butun yoshligimni baxshida qildim. Sen esa qarigan chog'imda meni tashlab ketding. Bolangni ham qiynalib katta qilganing bilan u ham seni tashlab ketadi. Xuddi senga o'xshab. Men tortgan azobni his qilmasliging uchun bolangni yoqib yubordim. Xo'p, nimaga yoqasiz? Nima dardingiz bo'lsa menga aytmaysizmi? O'zim hammasini hal qilib berardim. Nimaga? Men qishlog'imga ketdim. Meni yoqishingiz kerak edi, meni. Bolamda nima ayb? Qaramaysanmi senim? Meni yoqishingiz kerak edi, meni. Bolamda nima ayb? Qaramaysanmi senim? Bo'ldi, bolam. Bo'ldi. Bolam. Mana bolang. Jonim bolamiz. Bering. Bolam. Bo'ldi, tush. Bir necha daqiqada yuraging tamom bo'ldi. Meni yillar davomida yuragim og'ridi. Bilib qo'y. Bu dunyo qaytar dunyo. Nima qilsang o'zingga qaytadi. Meni iztiroblarim seni boshingga tushmasin. Oyi. Iltimos. Meni kechiring. Ona ham o'z bolasida xafa bo'lar ekanmi? Bolang novut.